Bajaryaptirimcha yozishni boshladim. Bizda ikkinchi bosqich ma'lumotlar tuzilmalar fayllarni qayta ishlashni o'tamiz va doimiy kunlarimiz 11-kundan 20 kunlar bo'ladi. Albatta bizda bular kerak emas. Maqsadimiz Python ma'lumotlarni qanday saqlash va boshqarishni, shuningdek fayllarni qanday o'qish va yozishni o'rganamiz. O'tadigan narsalarimiz. Birinchisi esa ro'yxatlar va kataklar, to'plamlar va lug'atlar bilan ishlashni o'rganamiz. Bizda mana bizda birinchisi ro'yxat list deb ataladi. Bizga buning qoidasini aytib matn beryapti. Tartibli o'zgaruvchi ichida bir xil yoki har xil ma'lumotlar bo'lishi mumkin ekan. Masalan, mevalar bizga savatchanlik, olma, banan, gilos beryapti. Bizda mevalarni chiqaryapmiz. Birinchisi bizda olma deb chiqaryapti. Buni tekshirib ko'ramiz. Saqlaymiz. Tartib saqlab olamiz. Bizda ma'lumotlarimiz ro'yxatlar. Nuqta saqlaymiz va mana bizlarga print chiqarib olmani chiqarib bunda bizda 0 bizda olmani olyapti. Keyin buni bir qilib olamiz. Bizda saqlaymiz va bananni bizga chiqarib beryapti. Bizda Pythonda har doim birinchi qavsgacha kelgan ma'lumotlarimiz menimcha 0 olyapti. Bu esa birimiz 0 1 Pythonda 0 va 1 dan boshlanyapti. Sonlar ketmagan. Keyin biz buni 2 deb olamiz. Saqlaymiz va bizda gilos chiqarib beraman. Bizda olma, banan va gilos. Xususiyatlari bizda tartib saqlaydi, o'zgartirish mumkin ekan va takroriy elementlar bo'lishi mumkin ekan. Python mevalar apple, anor, mevalar 1 shaftoli. Qayerda ishlatiladi? Bu yerda ma'lumotlarni ro'yxatda saqlash, barcha ma'lumotlarni saqlash uchun ekan. O'yinda menyu foydalanuvchiga kiritish uchun o'yindagi menyu asosan o'sha yerda ishlatilar ekan. Katakcha bizda keyingisi tuple. Katakcha bizda tartibli o'zgarmas. Immutable bizda beryapti. Biz talaffuzini keyin bilib olamiz. Immutable. Immutable deyilyapti. Immutable. 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 Beryapti bizga. Bizda ranglar beryapti. Qizil, yashil va ko'k. Albatta bizda bu yerda ham xuddi birinchi misolga o'xshab bu yerda kelyapti. Ko'rishimiz mumkin. Xususiyatlar bizda o'zgartirib bo'lmasa ekan, bularni saqlagandan keyin o'zgartirib bo'lmasa ekan,
tarmoqda ishlaydi. Xavfsiz ekan, nimadir tasodifdan o'zgarib qolmas ekan. Qayerda ishlatiladi? O'zgarmas ma'lumotlarda, masalan, koordinatalarda, masalan, IP manzilini bilmoqchi bo'lganimizda o'sha faqat bitta typal ishlatilganda faqat o'sha joyni ko'rsatib, faqat o'shani saqlab turar ekan. To'plamimizda tartibsiz takrorlamaydi. Masalan, 1 3 marta kelib, 2 1 marta kelib, 3 2 marta kelib, 4 esa 1 marta kelganda bizdan sonlarni tartiblab chiqar ekan. Xususiyatlari: takrori yo'q, tartib yo'q ekan, tez tekshiruv ekan. Endi o'tmagan bo'lsak, albatta keyingi darsda qo'shimcha qilib o'tib ketamiz. Mana bu yerga hozir yozib qo'yaman. Qo'shimcha. Mana bo'ldi. Masalan, Python berib sonlar 5 tekshiruv uchun berilmoqda. Qayerlarda ishlatiladi? Unikal ma'lumotlarda, takrorlarni olib tashlaganda, low distinable kalit qiymatlarni shaklda saqlaydi. Masalan, talabalar ismi Ali, yoshi 18, kursi 2-kursni bizga ma'lumot beryapti. Misol uchun, xususiyatlari: kalitli, unikal, juda qulay qidiruv ekan. Bizlar qidiruvlar uchun yaxshilar ekan. Bizda qidiruv o'xshab ma'lumotlarni bog'laganda talaba yoshi 19, talaba fakulteti IT deb bizga beryapti. Qayerda ishlatib? Profil ma'lumoti IP manzilida. Bu IP manzilida ishlar ekan. Qisqacha taqqoslashtiradi. Turi bu yerda beryapti: tartib, o'zgartirish, takrorlash. Bizda list, tartib, o'zgarish va takrorlanib kelar ekan. List esa o'zi tartib va o'zgartirish o'zgartirib bo'lmas ekan va takrorlash bo'lar ekan. Set, tartib yo'q ekan, o'zgartirish bor ekan va takrori yo'q ekan. Bizda list esa tartib, o'zgartirish va takrori yo'q ekan, kalit yo'q ekan. Darsimiz shundan iborat edi. Ko'proq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta YouTube'dan ham topsangiz bo'ladi.